Do'stlar, ko'rib turgan Chevrolet 2 xil. Demoqchimanki, buni Exa firmasi olib keladi, buni boshqa odam. O'zbekiston bo'yicha 3 ta diler bor edi. Bittasi yanglishmasam sanksiya tushdi. Eron orqali olib kelgan uchun Shell unga molni bermagan. 2 ta diler yoki 3 ta hozir ham bor. Menga aniq ma'lumotim yo'q. Men nima demoqchimanki, hozir ayrimlarning tushunchasida faqatgina mana shu stikeri bor Shell original degan gaplar chiqyapti. Do'stlar, unaqa emas. Adashib qolmanglar. Mana original Shell yana bitta bor. Bu ham original, bu ham original. Prosta buni bitta firma olib kiradi. O'z stiker qilib yopishtirib, original mahsulot deyapti. Ular buni inkor qilmayapti, buni poddelka demayapti. Adashib qolmanglar. Hozir ko'pchilik buni poddelka deyapti. Unaqa emas. Bular buni poddelka demayapti. Bular o'zining mahsulotiga javob beryapti. Poddelkadan ehtiyot qilish uchun mana shu stiker bilan yopishtirib, onsonroq beryapti odamlarga. Buni boshqalar ham olib keladi, originali bor. To'g'ri, bu bozorda poddelkasi ko'p, juda ham ko'p. Ehtiyot bo'lamiz. Lekin bunaqasi yo'q degani poddelka degani emas, o'rtoqlar. Adashib qolmanglar. Hozir ko'p mo'ychilar o'sha aqlli bo'lib ketib, buning poddelka deyapti. Qayerdan bilasan? Men bilaman deb. Nimani bilasan sen? Nimani bilasan? Sen nima borib ko'rib keldingmi, quyayotgan olib keldingmi sen? Qayerdan bilasan sen? Bu narsani shundoq bilib bo'lmaydi. Men sizga aytib beraman sababini. Demak, ko'rib turgan Shell'da mana ko'ryapsiz, mana bu kodi bo'ladi, batch kod deyiladi, yanglishmasam. Shu batch kod bo'yicha bilinadi. Qanaqa desanglar, mana shu batch kodni Shell'ga berasizlar, mana shu molni men tekshirmoqchiman, meni qo'limda shu tovar. Shell o'zida oladi, mana shuni obrazец beradi. Buni parametr laboratoriya qilganda mana chiqish kerak deydi. Endi podrobno hozir aytib vaqt kettirmayman. Keyin sizlar olasiz, bu yerda laboratoriya qilasiz, o'sha bilan bir xil san original degan narsa bo'ladi. O'shanda bo'ladi, bilsa bo'ladi original poddelka. Bu moyni men tekshirtirganman. O'sha bilan bir xil parametr chiqqan, olib sotaman. O'rtoqlar, bunga 100% kafolat beraman. Menda sertifikatlar bor. Ayrim qo'ls ostidagi moychilar, iltimos aqllilik qilmanglar, bilmasanglar, aralashmanglar, xo'p. Tinchgina moylarni sotib o'tiringlar bo'ldi. Poddelka originalni sizlar bilmaysizlar. Tepasida turmagansizlar.